deb o'tdi. Bu başqa bir doklad bo'lishi mumkin. 21-asrdagi hamkorlash strategiyasi deb bir dokument e'lon qilib, Amerikaning dengizdagi strategiyasini, ya'ni tinch yer shari sistemasi uchun xizmat qilish, savdoda, pul muomalada, anadagi uchurda, qonun tuzumda insonlarni boshqarish sistemasida bir-biriga bog'langan va tayangan bir to'r o'rnatish deb o'tirib qo'yib, Amerikaning dengizda yolg'iz hukmronlik qilishini hamkorlik bilan boshqarish strategiyasini o'tirib qo'ygan. Lekin bu mengishqa tegishli strategiyalarning oldiga qo'yish kerak degan. Endi Bush mezgilida shu dengiz rayonida muqim va askar turg'izib, erkin savdo kelishimini Janubiy Koreya bilan imzolagan. Keyin Amerika ham TPP'ga kirdi, Trans-Pacific Partnership. Vietnam bir hamkorlik qurdi. Endi bularning hammasi Obama mezgilida faqat ilgari surildi. Ko'zi ko'rinarli bo'lgan o'zgarish Obama mezgilidagi qaratmaydiganligini bildirdi. Ya'ni bu ajratadigan mablag'ni kesish bo'lmaydi dedi. Ya'ni rayonning inson haqlari erkin qatnash, muqimlik degan siyosatlarda o'zgarish qat'iy ama Obama davrida siyosatlarda o'zgarish bo'lmagan. Bu rayondagi ma'nosi keskinlashdi va bu rayonda Xitoydan iborat bir cho'ng raqobatchi va tahdid bilan qanday hamkorlashish asosi, qanday hal qilish asosi maqsad qilindi dedi. Chunki endi okean Malaka bo'g'izini o'tib to'shilgan energiya muhim bir strategik masala bo'lganligidan Amerika davomli buni birinchi plan qo'yib kelgan. Lekin Obama hukumati Xitoyga ochiq oshkora seni ajiziltiman deb berma Trump hukumatidek meydan o'qimidi o'tdi. 2013-yilda Xitoy bu rayonni dediki, Amerika ikkimiz teng kontrol qilsak deb Xi Jinping bu Amerikaga degan ikkilimizga yetidi deb o'zining shu rayondagi ta'sirini Amerikaning qabul qilishini talab qilgan. Lekin Amerika hukumati bu ikki davlatlar hukmronlik qilgan rayon emas, boshqa davlatlarning haqqi bor. Xalqarodagi qonunni hurmat qilamiz deb buningga bu Xi Jinpingning deganini qabul qilmagan. Ama Hillary Clinton'ның Hanoy'da Vietnam'daki 2010 yıl bergen bir sözüde Amerika taraf tutmaydı, lekin bu yerdeki devletler hakkını BDT'nin kanunlarına asasen özleri qoqlaş gerek degenden keyin o yerdeki devletler şu Amerika bo'lgan ishonchsida biraz gumon qilgan tuganda, bu Amerika bizni tashviqga o'xshaydi vaqt kelgan taraf tutib bizni qo'g'damayotgan burunqidek deb. Biz Amerikaga yo'linib qolmay öz aldığı özümüzün gücünü, təsir dairemizni küçəysək boğudaq da, bunlar həmisi özününki dilimizdeki təsir dairesinin hərbiyesini küçəydiş getirişən və şundaqla bəziləri hətta Xitayının kemizliği çıxışqa başlığanda, Amerika bər bir mağa egi çıxmadan ki, mən kiçik dövlət oğan ki, bu da Xitay tərəf tuturaydı. Bunda ötüb getdiğən bir vəziyyət şəkillənən şu vaxtda. Ama Trump hökumətdəki kəlgəndə Obama hökumətinin güclük fərqlənən yeri Xitay, Trump hökumətinin, yəni bu Trump'ның, Prezident Trump'ның özüge zadı qandaq muamil bulduğanlığını bilemiyor. Çünkü Trump bir gün 3 qitim özgürden bu aşqa. Xitay onun qarda qandaq siyaset yürgüzüşünü bilemeyip bək qiyin ahval çıkıp qalğan. Onun üstüge Trump Xitayın aciziltimende belki uçuq aşqarı meydanı qoğan diken o yerdi. Çünkü rayonun yalğız Amerika yoki Xitayning kontrolluğu ötüp qilish mümkünçiligidan bundaq bir vəziyyət şəklində Amerika abay erkin malım degəndə şu ətrafdaki barlıq dövlətlər bilan Hindi okean, yəni Pasifikning şərqidəki aşı dövlətlərin həmmisi bilan bir birliksəb Xitayğa qarşı bir birliksəb qurdu. Məsələn, Yapon, Hindistan, Avstraliya, Amerika bu 4 kvadrat, 4 birlikdəyən bir nəslini qurdu. Onundan keyin həmkarlıq qurub birlik Xitayning təsirini aciz ediş qoydu. Bunun üçün həm də ularni qo'llaydigan Angliya, Fransiya mı? Bu mu? Aqib turgan. Hem de bu mu Trump'ның Xitayga açqan savdo urushidan keyin o'ttirliqda bu rayondagi boshqa davlatlar paydo oldi. Masalan, 2018-yilning oxiridan boshlab Xitoy meliga 200 milyard dollarlik boj qo'ydi Amerika. Uning oldida 50 milyon dollarlik boj qo'ygan.
ismi qo'ygandim. Xitoyning qo'ygan beji 110 milliard. Jami ikki davlatnikining qatsa 4 milliarddan oshadi. Trump yana 267 milliard dollarlik baş qo'yman, billion dollarlik da baş qo'yman dedi. Qaraganda endi Amerikaning qo'ydigan beji bu yerda Xitoynikidan jiq bo'lganligi uchun bu urushda Amerika g'alaba qildigandek ko'rinyapti. Bundaq bo'lganda malning ko'pi Xitoyning atrofidagi davlatlar ko'chirdi, ya'ni sodada. Undaq bo'lganki ular bilan savdo hamkorligimi Amerikaning kuchiydi. Amerika kuchab mushu atrofdagi davlatlarga iqtisodiy jihatdan mablag' silyapti, qurilishtirib bu davlatlarni. Burun Xitoymi bu yerga kuchab mablag' silyapti. Endi Amerikami iqtisodiy jihatdan mablag' silyapti. Ya'ni masalan, bexatarlik va Xitoydan tahdid his qilish masalasimi bor bu iqtisodiy jihatdan nimalar emas. Masalan, 2017-yili mushu Modi Oqsaroyni ziyorat qilgandimi? Amerika Hindiston 70 yillik munosabatni tabriklab Hindiy okeandagi hamkorlikni cho'nqurlashtirdi. Undan keyin qisqasi Amerika, Avstraliya, Yaponiya, Hindiston, Indoneziya, Janubiy Koreya va yana boshqa shu o'rta hal kuchlarning hammasiga ularning o'z ta'sirini kuchaytirish uchun yordam qilyapti. Amerika yana Filippin, Malayziya qatorliq bunday ushaq kuchlar bor. Kichik kuchlarga yordam qilyapti. Hozir bularning Xitoydan bexatarlikning xatar his qilgandan boshqa Moskva, Hindiston va Tokio hammasi Xitoy bo'lgan iqtisodiy yo'lni qilishni azaltishni arzu qildi. Chunki ular Xitoyni bir bexatarlik bo'lgan tahdid deb his qilishga boshladi. Hamda Malayziya bilan Vyetnam Amerika bilan yaqin o'tishni xohlaydi. Indoneziya ham shu anda Xitoyning Hindiy Tinch okeandagi o'zini ko'rsatadigan umri pek uzun bo'lmasligi mumkin. Ammo Xitoy garchi iqtisodiy jihatdan mablag' silib bu davlatlarni o'ziga qarshi bo'lgan bir kuch sipidan chiqarib o'zimizga tortishimiz kerak deb hozir bu Xitoyniki shu nimalari tadqiqotchilari shunday plan so'qyapti. Lekin bu davlatlar davlat bexatarligi uchun Xitoydan tahdid his qilganlikdan aldirab pulga aldanmaydiganligi aniq bo'ladi hozir. Uning ustiga ular hammasi birlashib qarshi chiqadigan bir grup bo'lib shakllandi va buningda Angliya bilan Fransiyaning qo'llashi bor. Albatta u davlatlarning dengizda manfaati bor. Yaqinda Amerika chiqargan shu Hind Tinch okean strategiyasi reportida Osiyo Tinch okean deb burunqidek atmay boya erkin ma'lum degandek bu Hind Tinch okean deb aldida hamma yerda deb bilib bu yangi bir hukm chiqadi. Xitoy bo'lsa qerishib bu usulni ishlatmay hamma nimasi Osiyo Pasifik Tinch okeanni ishlatyapti. Endi Trump hukumati Xitoyni yana revisionist power deb atadi. Bu degani ya'ni burunqi sistemni o'zgartirishga buzishga urinayotgan kuch deb qaradi Xitoyni. Bu rayonda endi erkin ochiq Hindi Pasifik yo'lga qo'yilishi kerak deb, Open and Free Hindi Pacific yo'lga qo'yilishi kerak deb qayta bu strategiyani ta'kidladi Trump hukumati. Endi bular Xitoyda nima uchun tahdid his qildi deganda biz buni Uyg'urlar hammadan yaxshi bilamiz. Shundaqdimi men qisqacha bir qistirib o'tay. Birinchidan Xitoyning dengiz kuchiga nihoyatda ko'p tajovuz qilishi va Amerikaning o'rnini tanlashidan bir tarafdan Xitoyning uchirganli hayvonni yeb buzganligi. Anikin bu eng ko'p zaharli gaz ishlab chiqargan davlat turib bu Kyoto protokol plastik xaltalar bilan bu dengizni to'shqizib yutib, bu yerni axlatni to'shqizib qattiq bulg'unishni, eng chong bulg'unishni mushu Xitoy paydo qilayotganligi, xalqaro qonunlarni ko'ziga ilmaganligi mushular sabab bo'lgan. Chunki bu yerdagi ekologik tangpunlik buzilib ketganda Bangladesh cho'kib ketishi mumkin. Hozir nurg'un orol davlatlar u yer cho'kib ketish tahdidiga uchrab pul yig'ib yutibdi, boshqa yerdan davlat setib olish, yer setib olish uchun. Bunda bo'lganda bu dunyoga necha 1 billiondan ortiq, milliarddan ortiq refugee paydo qiladi deydi. Cho'mishadagi davlatlar qochib. Ashta bo'lgankin bu bir cho'ng tahdid bo'ladi. Bu faqat harbiy jihatdan Xitoy tahdid bo'lmasdan, balki muhit jihatdan u yerda tahdid bo'ladi dunyoga. Shunga bu Amerika va do'stlari Xitoy bilan endi buni tahdid his qilib Xitoyga bir bexatarlik jihatdan Xitoyni qattiq siqishtirib bir aysl, ya'ni yetim qoldiramiz deyapti. Undaqda Amerika va do'stlari Xitoy bilan urushamdi yoki rayonda urush portlash mumkinchiligi bormi degan savol chiqdi. Bu savolga oxirida kelsak nimada? Yuqorida Erkin Akram ma'lum ba'zi ma'lumotlarni berdi. Ruqiya xonim texnik kengaytib strategiyaning nimasini tushuntirdi. Doirasi nadagicha qanday maqsadni inshaalloh o'ziga o'tadi. Malikzod xonim Ruqiya xonim deb o'tgandek bu Hindi Tinch okean atrofidagi yoki mushu rayon bilan bo'lgan nurg'un davlatlarning manfaatlarining borligi aytilib o'tildi. Albatta bu yerda siz hozir so'zlamoqchi bo'lgan Avstraliya
Temizim var. Bu haqda Avustraliyanın bu rayondagi manfaati nima? Amerikaning bu strategiyasiga Avstraliya qanday pozitsiyada bo'layotdi? Bu haqda ma'lumot bergan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Avstraliyaning bu rayondagi manfaati nima degan vaqtda bu mazkur rayonning nüfus qurilmasi intayin zish, ya'ni dunyoning yerim degidek aholisi mush rayonda yashaydi. Shunda bo'lganda Avstraliya boshqa davlatlar bilan bo'lgan aktiv siyosiy va iqtisodiy munosabatni jonlantirish orqali bo'lib Osiyo davri deb atalayotgan bugungi zamonda o'zining butkul Osiyodagi savdosini rivojlantira oladi, kuchaytira oladi. O'zininki Avstraliyaning konboyliqlarini aytmoq go'sht, sut qatorliq baxmachilik mahsulotlari, yuqori texnik mulozmatlarni eksport qila oladi. Shundaqlam xizmatchi bo'libmi, yuqori maoshli ixtisos xodim sifatida yo'tkilib ishlayotgan nurg'un fuqarolarni manfaatga erishtira oladi. Bu rayonda Avstraliya bilan hozirgi sharoitda munosabati eng quyuq bo'layotgan 5 davlat: Xitoy, Yaponiya, Hindiston, Indoneziya va Janubiy Koreya. Albatta, Xitoy bilan bo'layotgan savdo hamkorligi ularning eng zarur manfaatlarining biri. Malayziya, Yaponiya, Hindiston bilan bo'lgan hamkorlik faoliyatlariga bo'lib strategiya jihatdagi hamkorlik faoliyatlariga izchil ahamiyat berib kelyapti. Lekin o'xshashlar bular uchun hamisha oson qulay bo'lmasdan bir qiyin nuqta. Bu yerda yuqorida Erkin muallim va Ruqiya xonim deb o'tgandek Xitoyning mush rayondagi kun sari eshib berayotgan kuchi, buningdan boshqa yana birisi hozirgi intayin zillashib ketayotgan davlatlar orasidagi dengiz yo'li va port talish jidallari bularga qiyinchilik tug'dirmoqda. Amerikaning strategiyasiga Avstraliya qanday qaraydi degan savolga kelsak, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Amerika orasida 1951 yildan tortib bir bexatarlik shartnomasi degan shartnoma bor. Bular 3 davlat birlikda sirtning har qanday tahdidlarga birlashib taqobil turdi ham shundaqlam shu sohadagi ishlarda bir-birini yo'laydi, yordamlashadi. Shuningdan taraqqiy qilgan hozirga qadar bo'lgan munosabatlarda yana ham shundaqlam 2019-yillardagi o'tgan yilning oxirlaridagi diplomatik hujjat va bayonlarda Avstraliya Xitoyninki bu rayondagi bosh ko'tarishini natijalarini muayyanlashtirsin bir tarafdan, yana bir tarafdan Amerika o'tmishda emas, kelgusida dunyoga nisbatan mayli harbiy kuch yoki yumshoq kuch jihatdan bo'lsin, avvalgidek ta'sirchan va kuchli yetakchi davlat bo'lish holatini saqlab qolsa, biz buni tamoman qo'llaymiz degan pozitsiyasini ochiq oshkor ifodalaydi. Amerika va Xitoy har ikkilisi bizning muhim hamkorlashuvchimiz degan bir shuari bor albatta, lekin mushu shuarning ostida turib Amerikaning Hind-Tinch okean rayonidagi uzun muddatli manfaatini qo'g'dashni asos qilgan iqtisodiy planlarini va bexatarlik tadbirlarini qo'llaydi. Bu rayonda muqimlikni va gullanishni haqiqiy ma'noda ishga oshirmoqchi bo'lsak, Amerika cho'qim shunday qilish kerak, ya'ni Xitoy bilan yuzma-yuz qarshilashgan holatda bo'lgani hammalarga foydali deb qaraydi. Ham boshqa mush rayondagi boshqa davlatlarga ko'rishlarda yoki xalqaro darajalik uchrashishlarda garchi biz bulardek tashqi kuch bo'lmasa, darajadan tashqari kuch bo'lmasakmi, bizning ovozimiz va qo'llashimiz bek muhim deb eskartib turdi. Ya'ni boshqalarni sen Xitoyga qarg'ulachi bek agishib ketma deb ogohlantirib turmoqchi. Asosan mush ishlar. Ammo yaqindagi Amerika bilan Xitoy orasidagi savdo urushidan keyin bu yaqinda Avstraliya texnik kuchli qo'llayapti, ochiq oshkor holat o'tirg'i chiqib buni xabarlardan ko'ryapmiz, ammo voqealarning taraqqiyotini texnik yana inchiklab ko'zitish kerak. Qayergacha bo'ladi? Tugaday. Rahmat. Yuqorida masalan hozir Xitoyninki undan boshqa Avstraliyaning, Amerikaning bu rayonga nisbatan bo'lgan siyosatlari, strategiyalar haqida qisqacha olsun ma'lumotga ega bo'ldik. Bunga Nicat Turgun efendim, Avrupa İttifakı qanday qaraydi? Avrupa İttifakı a'zo davlatlar qanday qaraydi bu strategiyaga? Xitoy bilan to'qinishadigan yoki u yerda o'zaro uchrashadigan manfaatlari bormi? Shu temada bir ma'lumot bersangiz. Mikrofon ochilmadi. Sualınıza rahmet. Bu rayonni Avrupa İttifakı
qanday qaraydi degan chog'da Federica Mogherininki bir nimasi bor bergan aniqlamiz shu. Bu Indo-Pasifik rayonininki xavf bexatar bo'lishi Yevropa ittifoqininki bexatar bo'lishda hal qilg'uch rol o'ynaydi deb bir 2019da bir aniqlamasi bor. Agarchi Yevropa ittifoqi jug'rafiyalik jihatda bu yerdan jiroqda bo'lsa-mu, ammo Yevropa ittifoqininki bu yerda iqtisod va tijorat jihatda nihoyatda cho'ng bir manfaat bor. Bu yerga Yevropa ittifoqi bu rayonga eng jiq mablag' solg'uchi nimaninki kuchlarninki birisi. Lekin bu yerda shuni bilan birga Yevropa ittifoqi masalan Angliyani agar chiqib ketmi deb hisob qilsak, Fransiya va Angliyaniki bu Yevropa bu Indo-Pasifik rayonida bir burundan tortib bir territoriya va xavfsizlik jihatda bularninki ikkisininki nima va manfaati va ta'siri bor. Lekin siyosiy jihatda bu Indo-Pasifik rayoninki muqimligi, tinch amonligi, bu yerdagi bexatar bo'lishi Yevropa ittifoqininki iqtisodiy va strategik manfaati uchun nihoyatda muhim. Shuning bilan birlikda bu Amerikaninki bu rayondagi bexatarligi hamda Yevropa ittifoqininki bu yerda erkin harakat qilishi va boshqa davlatlarning ittifoq qurishining va bu ittifoqni davomlashtirishninki kapolasi, chunki transatlantik bu askariy ittifoqlik bu uzun tarixiga bir Yevropa ittifoqi va Amerikaninki qurilgan bir ittifoq nimasi. Buni bu holatda shu Yevropa ittifoqininki nimasida shu Amerikaninki askariy kuchininki qanday holatda turishi Yevropa ittifoqi uchun muhim. Uning bilan birlikda bu yerdagi davlatlar bilan bo'lgan Yevropa ittifoqininki hamkorlik nimasi, masalan terrorizmga qarshi turish, muhit masalalari, ko'chmanlar masalasi degandek nurg'un sohalarda Yevropa ittifoqi hamkorlashishga kerak. Undan boshqa energiya masalasi bor. Yevropa ittifoqininki taxminan 3'ten 1 energiya manbasi shu Indo-Pasifik rayonidan o'tadi. Bu nuqtalarni aytgan chog'da bu rayon Yevropa ittifoqi uchun nihoyatda muhim bir rayon. Ovoz yo'q. Ovoz yo'q. Yevropa ittifoqininki bir organ sifatida, xalqaro bir tashkilot sifatida Amerikaning bu Hindi Tinch okean strategiyasi to'g'risida e'lon qilgan rasmiy qarori, masalan o Federica Mogherinindan boshqa rasmiy shaklda e'lon qilingan qarorlari yoki davlatlarning xavfsizlik jihatda bunga bunday xususiyat tutishimiz kerak degan davlatlar bormi Yevropada? Mikrofon. Yevropa ittifoqininki ochiq shaklda e'lon qilgan bir Indo-Pasifik strategiyasi yo'q. Ammo bundan tortib Osiyo va Pasifik rayon ovoz kelmadimi? Mana kelyapti, yaxshi kelyapti. Osiyo va Pasifik rayoniga tutgan bir burunqi koni bir strategiyasi bor. Mushu shaklda epmingliq lekin bu Amerikaninki bu strategiyasiga tutgan nimasida abay degandek xavfsizlik jihatda Amerika bu rayonniki tinchlikka kapolat qilgan eng cho'ng kuch. Bu Yevropa ittifoqininki manfaatini qo'g'dashda nihoyatda muhim. Lekin bu rayonga bo'lgan qarash jihatda Amerikaning qisman o'rtoqlikka ega. Ammo bu rayondagi Amerika bilan Xitoyning o'rtasidagi kuch talashishining nimasida Yevropa ittifoqi taraf tutishni toza xohlamaydi. Zaten Yevropa ittifoqi bilan Amerikaninki savdo kelishimdagi kelishilmasliklari uchuq holatda Amerika tarafining yanında turib bu Indo-Pasifik masalasida bir taraf tutishi, ya'ni bu Xitoy Yevropa munosabatlariga ziyon berdi deb qarag'ashqa biroz ehtiyotkorlik bilan tutgan pozitsiya bor. Ammo Fransiyaninki bu jihatlarda o'zininki xavfsizlik va o'zininki strategik holatda bu yerda cho'ng manfaati bo'lg'achqa Fransiya va Yevropa ittifoqidan chiqib ketgan Angliyalarninki bu rayonda cho'ng manfaati bor. Bu ikki davlat biroz Amerikaninki bu strategiyasiga ko'proq ijobiy qaraydi. Bu Fransiya, Angliya deyilgan zaman aklımga bu Hindiston geldi hazır. Mesela bu stratejining nomi yani bir hisobda burunqi Osiyo Tinch okean degan nomdan hozirgi Hind Tinch okean degan nomga o'zgartirilgan. Bu Hindistonning pozitsiyasi qanday ifoda bildirdi? Hindistonning manfaati nima rayondagi? Bu haqda ozroq ma'lumot bergan bo'lsangiz. Rahmat. Hindistonniki bu Indo-Pasifik nimasida erkin bo'lgan uchuq va rayondagi davlatlarni o'z ichiga olgan va atrofdagi davlatlarni
bu Indo-Pasifik chegaralardagi rayonlarning o'z ichiga olgan deb bunda bir qarashdiki bir nimasi bor. Ammo Hindiston tashqi siyosatida biroz ehtiyotkorlik pozitsiyasini tutib kelgan edi yillardan beri uzungacha. Bu Xitoy kuchininki bu rayonda Indo-Pasifik rayonida kengaymachilikka urinishi, bu atrofdagi davlatlarga tahdid qilishi iqtisodiy jihatdan va mablag' kengaymachiligi jihatdan bu yerdagi kengaymishi Hindistonniki bu yerdagi manfaatlarga to'qingandan keyin Hindistonmi o'zininki bu rayondagi davlatlar masalan Quad deydi, 4 davlat masalan Fransiya, Yaponiya, Avstraliya, Amerika, Hindiston to'rtininki bir kuchli bir ittifoqligi bor. Bu ittifoqlik 3 nimani o'z ichiga olgan. Bu strategik holatda, mudofaa holatda, andan keyin institutlashgan holatdagi hamkorliklar holatda bularning 2+2 degan shakldagi hamkorliklarni olib beryotdi. O'tgan yilning oxirida qisman askariy jihatdagi ba'zi kelishimlarni imzolagan bo'ldi va logistik nimalarni andan keyin ba'zi nimalarda askariy mashqlarni birga olib borgan bo'ldi. Undan keyin ikkinchi liniyasi bo'lsa Hindistondagi bu atrofdagi davlatlar bilan hamkorlikni va bularga iqtisodiy jihatdan yordam qilib, bularni Xitoyga qarshi turishga Hindiston yordamda bo'lyapti o'zining manfaatini qo'g'dash uchun. Chunki bu ojiz kichik davlatlar, masalan Malayziya, Indoneziya, Vyetnam qatorliq davlatlar Xitoyga teng kelgidek bir kuch yo'q. Ammo Hindiston bularga Xitoyga qarshi bir alternativ kuch bo'lish nimasi bilan bularni kuchlantirish orqali, bularni yanlarida turish orqali bir nimani strategik nimani olib bermoqda siyosatni. Uchinchi nuqta bo'lsa, shu G'arbiy Hind okeanining nimasi deydi. Bu yerda Fransiyaningki nuqtalari bilan kesishidi. Ya'ni Fransiya bilan bo'lgan askariy ba'zi hamkorliklarni, o'zaro askariy bazalarni oriyat kelish bular bilan birlikda ishlatiladigan, andan keyin Jibutidagi portlar bu masalalarda ba'zi hamkorliklarni olib bormoqda. Shuni umumiy cho'nglikni aytgan chog'da 3 rayon, 3 nimaga bo'lingan, 3 qatlamga bo'lingan şekilde bir o'zining strategiyasini olib beryapti Hindiston bu yerda. Rahmat, doktor Erkin Akram efendim, bu yuqorida bu munosabatli davlatlarning rayonidagi ba'zi tashkilotlarningki Amerikaning Hind Tinch okean strategiyasiga doir qarashlari bilan tanishlari, pozitsiyalari bilan bir qator qisqacha o'sma tanishib o'tgan bo'ldik. Sizningcha bu strategiyaning markaziy nuqtasida turayotgan Beijing hukumatining pozitsiyasi qanday tayyorliklari va bundan keyin bu strategiyaga qarshi qanday qadamlarni tashlashi mumkin bu haqdagi qarashlaringizni o'rtoqlashamiz. Rahmat. Bunga javob berishdan avval men bu Xitoy ile Amerika'nın arasındaki bu jidal ile birlikte qanday chiqqanini qisqacha deb onun kelkirak. Bu Xitoy, ben dedim Amerika'nınki 2030 yıllık dokulatında Xitoyni muasirga aldığanlığını ilan kıldı. Obama hükümetimi Amerika Asya'ga qaytish degan bir siyasetini o'tirib qo'ydi. Obama hatta dedi ki, men Asya Pasifikninki prezidenti dedi. Bu gapni 100 yil evvel Roosevelt deganti. 100 yildan keyin bu Obama tekrarlagan bo'ldi. Obama'nın kim Obama'nın degan bu gapning maqsadi Amerika hem Atlantik hem Pasifik'te turdigan bir devlet. Bunu 1860'da Mahan bunu o'tirib qo'ygan bir stratejisi. Yani Amerika şunu o'ylagan. Xitoy agar taraqqiy qilman deydigan bo'lsa, şu Asya Pasifik'te güçlənib çıxdı. Çünkü Asya Pasifik'te ticari şerikleri bek köp. Mesela Amerika, Kanada, şu Avustralya gibi çoğun devletler, mesela Hindistan, Japonya, çoğun şerik devletler hemisi Asya Pasifik'te. Xitoyning en çok menfaatimi, milli menfaatimi, xavfsizlik menfaatimi yana şu Pasifik'te, Asya Pasifik'te. Şununla Asya Pasifik'te biz eğer de gücümüzü tiklisek, Xitoy onunki bizga meydan o'qiyamaydi deb o'ylagan. Bununla qarta Xitoy, sen eğer de Asya Tinch okeanus tarafda meni muasirga olaman desam, men g'arbga qarab mangman deb, shu 2013'te şu Yeni İpek Yolu stratejisini o'tirib qo'yishdan evvel Xitoyning bir qancha şu mutaxassislar o'tirib qo'yishga boshlagan. Biz Amerika'da bu Asya Pasifik'te uğraşıp çetişip yüzsek,
bizgime faydası yok. Onundan Asya Pasifik senin bolsun. Ben ticaretimni qilaveray ama ben şundaqla G'arbga qaray ve G'arbda kim var? G'arbda jiqnasi yok. Çünkü O'rta Asya kambag'al devletler. O'rta Sharq kambag'al devletler. Türkiye orta bir devlet ama bularninki G'arbinde Yevropa var. Yevropa pazarı bile Xitay pazarını eğer de birleştirelisem, entegre kılalısam o vaxtda Amerika hiç meni to'siyamaydi deb bu planı koygan. Yani yeni İpek Yolu stratejisinin maksatı şudur. Şunun bilan Amerika bunu ben degandek TPP degan bu stratejini amallaştıramaganddan keyin yeni hükümet yani Trump hükümeti 2017'nin ahırlarında 12. ayda çıkargan Milli Xavfsizlik Stratejiya hücceti var. Bu hüccette Xitayni esas rekabet nişanı deb ko'rgan. Rusya mı bunun içinde. Ve şundaqla kelar yili yani 2018'nin birinci ayda mı Ermeni tarafından çıkargan bir mutabiye stratejiya hücceti var. O hücceti mi buna tekimi tonuqlan oldu. Xitay düşmandır. Aslında Obama 2019-11 ayda Xitayni ziyaret qilgan chaqda qilishdan evvelma deganti biz Xitoy bilan ya do'st bo'lib ketamiz yoki raqib bo'lib. Bu yerdagi ishlatgan raqibning ma'nosi ikki dushman bir-birisi bilan raqib qilish. Elaqa tanarkatlarda bir-birisi bilan musobaqa qilib qilgan raqib emas. Kelimenin manası farklı. Yani Obama vaxtida başlayan Trump bilan birlikte Xitoyni muasirga ilish uchun bu Asya Tinch okeanusidan yetmaydigan mushu Hind okeanusini olmasak bo'lmaydi degandek mushuni qilyapti. Faqat Amerikaningki bu strategiya mushu G'arbdan yani Xitoyninki Sharq Turkistondan, O'rta Osiyodan Türkiye ve Yevropagacha bu uzangan yo'lga qarshi bir nimisi tedbirini almagan. Bunun bir tayarlığı yoktu. Çünkü Xitay şimalıga ketemeydi, cenuba ketemeydi. Şu Şark ve G'arbga ketdi. Şark ve G'arbni eğer to'samasan, o vaqtda Xitay taraqqiy qilib ketaverdi. Yevropa birligini yeniga tortib olsa, Xitoyni to'sitishmi, unda oson bo'lmaydi. Tizginlashtirishmi, unda oson bo'lmaydi. Shuningga Amerika keyingi shu bir necha yilning ichida dikkat qilgan ikki rayon var. Birisi Tayvan. Eğer de Tayvan'da bir muqimiyet qo'g'dab qolsa, aşağıda bir kuchni tiklayolsa, o vaqtda Xitoyningki sharq tarafda dengizga ichilish qiyinlashidir. G'arbda yani bir rayon var, bu bo'lsa Sharq Turkiston. Sharq Turkistonda eğer de bir Xitoyga qarshi bir ahvol paydo bo'lib qolgan taqdirda, Xitoy Sharq Turkistondan G'arbga chiqishmi tez bo'ladi. Chunki G'arbga chiqishning yo'li Sharq Turkiston. G'arbga chiqishninki yo'liniki ko'rikmi Sharq Turkiston. Yani dünya G'arb tarafdagi dunyo bilan sharqdagi dunyoni bog'laydigan bir yer Sharq Turkiston. Shuningga bu Amerikaningki bundan keyingi yeni stratejiyalarda Tayvan ve Sharq Turkiston meselesi belki muhim yer aladi deb o'ylayman. Hem de dengizga kelsak, dengiz bu İpek yolunun deniz yolunda degandek bu Asya Tinch okeanusida muasirga olamiz dedi. Ağandan ki bir yerde en muhim bir stratejik bir o'rni bo'lgan bir yer var. Bu yer bo'lsa Malaka Boğazı. Yani Singapur'un yeri. Bu Malaka